Ot yili. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev. Bo'ri qora uyga yetib kelganida ham o'zini bosolmas edi. Selning raftoridan daf'atan qo'rqib ketgani, bir sari yo'lakay odamlarga tomosha bo'lgani bir sar edi. To'xtab tikilishadi-da, toychoqni yeb qo'ygudek bo'lib. Chiborga xayrixoh nazarlab boqqanlarda ham hasad yo'q emasligi shundoq bilinib turadi. Bo'ri qora go'yoki bu tongda toychoqni o'ynatgani olib chiqib, qaytishda tomosha qildirmoqchi bo'lgan kabi ediki, shunga da alami kelardi. Darvozani ko'rgan chibor o'ynoqlab sapchib tushdi. Bo'ri qora uni jahl bilan qayirib olib, darchani tepib ochdi-da, qo'ri engaragini ham oyog'ida itardi, ochdi va molni qo'yib yubordi. Oho, chinakamiga o'ynab ketdi chiborboy. Bamisoli asli joyi shu edi-yu, u erkin kengliklarga shunchaki mehmon bo'lib borgandek edi. Jonivorning qorni ham darrov ochgan ekanmi, iskalana boshladi. Bo'ri qoraning chap qo'lida uzun xivichi bor, titrab, xo'mrayib turar ekan. "Nimaga qochding?" deb ochchaning sarg'isiga tushirib qoldi-ku, jonivor buni kutmagani bois hamda zarbning zo'ridan shundoq mayishib o'tirib qoldi. Keyin quyruq tomonidan joni chiqib ketgan u uni sudrayotgan kabi chetga chilarkan, militsiya boshlig'ining ko'ngli vayron bo'lib ketdi. Ochchani papalamoqchi, erkalamoqchi bo'lib olg'a bosganda, ochcha qo'ymichiga yana bir darra tushadigan kabi mayishib turib qoldi. "Ey jonivor, ey tilsiz mol", dedi boshliq titrab. Keyin miyasida o'sha suv bo'yidagi manzara ayqash-uyqash bo'lib aylandi-yu, "O falak, toychoqni ilk bora ko'rgani, sel baloning bo'tana to'lqinlari xayolida namoyon bo'ldi." Keyin toychoqning sohilga talpinganlarini da eslab va qandaydir mulohaza yuritib, "Shoshma, sen seldan qo'rqib qolganga o'xshaysan-ku", deb turib qoldi. So'ng o'ylanib qoldi. "Yo'q, menga yuraksiz ot kerak emas. Sen boshqacha bo'lasan hali." Bo'ri qora militsiya boshlig'i lavozimiga ko'tarilgandan keyin ot ulovni deyarli avtoulovga almashtirgan edi va uning qashqa jayronini ukasi Nosir minib foydalanib yurardi. Yo'g'asam ilgari, ayniqsa boshliq o'rinbosari bo'lib yurgan mahallarda jironning egaridan tushgan paytlari hatto kam bo'lardi. Masalan, olis tog' qishlog'ida bir erkak xotinini urib, mayib qiladi deylik. Xotin panoh istab militsiyaga ariza yuboradi. Kim, qaysi milisa shovvozning ko'zi uchib turibdi? Deylik, avji yog'in sochin vaqtlarida bir cho'bir otni minib yoki kajavali mototsiklni agar haydashni bilsa, haydab o'sha tog' qishlog'iga boradi. O'sha manzildagi uy sohiblari-yu qo'ni qo'shinni chaqirib savol-javob qiladi. Turgan bitgani tashvish bunday yurishlarning. Bo'ri qora esa bundan og'ir yumushu safarlarga da labbay deb turardi. Va qashqaning tili bo'lsa aytsin, uni minib kezmagan go'shasi kam qolgan edi. Eng tashvishli safarlari soylarga sel kelgan yoxud qalin qor tushgan mahallarga to'g'ri kelardi. Qordan ham-ku bir amallab o'tar edi, ammo selga qolganda ko'p aziyat chekardi. Soatlab soylar bo'yida qolib ketardi. Keyin sel pasayib, suv sayozlana boshlagach, qashqaning beliga minib, xuddi selning kelishiga ham shu ot sababchidek sag'risiga qamchi o'ramasini ustma-ust tushirardi. Ot jonivor sapchib, hatto orqa oyoqlarida ko'tarilib, sakrab, suvdan o'tib olardi. Bir-ikki marta arizani hal qilib, ishni bosgani bois andak xayolga berilib yo'lga chiqqanida ko'ziga sel-pel ko'rinmasdan jironni suvga solgan. Suv otni surib, irimga yaqin olib borganda, bo'ri qoraning esi joyiga kelib, darhol otdan tushgan va suzib ketishni o'ylagan. Ammo buning uddasidan chiqish deyarli mumkinmasligiga aqli yetib, jonivorning dumiga osilib olgan edi. Qarangki, otingiz zo'r bo'lsa-yu, shundoq sel bag'rida uning dumiga yopishib olsangiz, nasib etsa,
sizni sohilga chiqarib qo'yar ekan. Yoligachi, yoliga osilib ham seldan qutulib chiqish mumkin ekan. Bo'ri qora bu hollarni o'z tajribasida ko'rdi. Mana endi deng, uni nima jin urdiki, chibor toychoqni olib kelgan. To'polon selining raftoridan qo'rqib qolibdi ekan. Yoki shubhalanib qolibdi ekan. Yo'q, bu bo'lmagan gap. Bo'ri qora o'zini ham selga yana o'rgatib oladi. Hali baquvvat u. Hali ko'ngli bo'shashib qolgani yo'q. Shu asno bo'lajak tulporni ham seldan qo'rqmaslikka o'rgatadi. Ammo hozir emas. Yo'q, hozir suv sovuq. Shamollab yetib qolsa, bo'shasha boshlagan a'zolari ilgarigi quvvatini tiklab, kasallikka qarshi kurasha olmay qolishi mumkin. Endi ehtiyotkor bo'lmoq lozim. Demak, kunlar isishini kutadi. Axir shoir aytganiday, bahor mangu emas, 3 oydir xolos. Bahor allaqachon oyoqlab qolgan edi. Hademay yoz bostirib keldi. Kunlar isigan sayin to'polonning muzdek suviga ham iliqlik yugurdi va soyxila sayozlanib ham qoldi. Binobarin ot eshaklar kechuvlardan bemalol o'tib qaytganlari kabi ishqiboz otbozlar u ularning farzandlari oqshom va tong paytlarida otlari yu toylarini soyga olib tushib cho'miltiradigan bo'lishdi. Ajabo, odamlar to'polonning bu ko'rinishdan ham zavq olib qolishga qasd qilgandek, ayniqsa kechki paytlar soyning baland qirg'oqlariga chiqib, toshlarga tizilishib o'tirishar va o'sha oyni yu o'sha yulduzlarni, tag'in tog'lar bag'rida o'chib yonayotgan singari ko'rinib turadigan cho'pon gulxanlarni tomosha qilishar edi. Aftidan tabiatdan tabiiy zavq olish bu yerliklar tuyg'ularni ayni chog'da yumshatib va boyitib borsa kerakki, bu atrofdagilardan baxshlar ham ko'p chiqishar. Baxsh-ku baxshi, anchayin cho'pon cho'lig'i ham beliga qistirig'liq do'mbirasini ting'illatib yurar yoki daryocha bo'yidagi qamishlardan kesib olingan g'arovlarni sibizg'aga aylantirib, cho'zib chalishar edi. Qolaversa, bu yerlardan astoydil she'r yozuvchi shoirlar ham chiqib turishar va albatta katta shaharlarga ketib g'oyib bo'lishardi. To'g'ri, onda sonda tug'ilgan tuproq tortib kelganlarda to'polonni ulug'lab ash'or bitishar. Shu asno yerga bo'lgan mehrlari 100 chandon oshib ketib, ketar chog'larda juda ham qiyin ahvolga tushishardi. Daryo yu uning sohillari ila, tirik jonlar ila xayrlashgan kabi xushlashar edi. Odamzod qiziq jonzot bo'lar ekanda. Alqissa to'polonning suvi ilib, cho'milishga bobti bo'lib qolgan pallasi o'sha zamon hukumatining udumiga muvofiq joriy etilib va tez orada o'z kuchini yo'qotib qo'yadigan kompaniyalardan biri boshlanib qoldi. Bu eski urf-odatlar, irim-sirimlarga qarshi kurash, paravardi dinni, o'sha eski yu yangi hisoblanmish islom dinini ta'qibga olish avj oldirib yuborildi. Endi insof bilan aytganda urf-odatlar u irim-sirimlar ham, agar ta'birimiz joiz esa, boshi omon qolgan o'rmalab yuruvchi maxluqlardan biriga o'xshar ekan. Deylik, uning dumini shartda uzib tashladingiz. Bir haftadan keyin qarabsizki, omon qolgan tananing adog'idan yana dum o'sib chiqibdi. Shunga mengzash mumkin edi xalqning qadimiy diniy yu urf-odatlariga munosabatini. Aytaylik, almisoqdan qolgan bir masjid qayta jihozlanib, supurib sidirilib, namozxonlar kelib tilovat qiladigan joyga aylantirilibdi ekan. Buni kuzatib yurib, bilib va daf'atan bunga qarshi boshlangan kurashga bosh bo'lgan mahalliy rahnamolar ham shak shubhasiz bu masjidi muqaddasni kam deganda yopib qo'yishadi, yo'g'asam vayron qilishadi. Xo'sh, shu bilan nimaga erishadilar? Ha, namozxonlarni muqaddas joylardan haydaganlari bois go'yoki namozxonlikning-da oldi olingan bo'ladi. Biroq bir kun qarabsizki, shu odamlar o'sha buzilgan masjid orqasidagi eski otxona yoki omborxonaga kirib, tag'in supur sidirib, bo'yralar ustidan yoyilgan joynamozlariga cho'kka tushib, dunyoning bordi keldisi yu buguni yu ertasini tilga olib,
Ayni chog'da ushbu ruhoniy burchlarni ado etilishiga yo'l bermayotgan hukumatning vaqti bilan chiqib turadigan kompaniyalariga o'lim tilayotirlar. Axir bu boyaqishlarning diniy burchlarini ado etishlari hech kimga, na ishga, na davlat topshirgan vazifalar ijrosiga ziyon yetkazmas edi. Faqat ularning musulmonlarning ruhi ko'tarinki, qalbi tozaroq, fikri ravshanroq bo'lardi xolos. Va Allohni qayta tanish barobarida o'limdan qo'rqish. Demak, hargiz ajalni esga olib turish. Demak, insonlarning bir-biriga mehr oqibatli bo'lishlari o'z-o'zidan ta'minlanar edi. Bunday poklik, tozalikka intilish va ezgulikka oqibatli bo'lish hissi ham anchayin hayotiy ehtiyojlar singari. Chunonchi betob yotgan qarindoshning holdan xabar olish, bog'-rog'larga yaxshi parvarish berish, quriyotgan anchayin bir daraxtga ham suv quyib uni tiriltirish yoki hayvonlaru parrandalarga muruvvatli rahmdil bo'lish hislariga o'xshar ekanki, bu his-tuyg'ular, ya'ni ayni ruhoniy tuyg'ular harchand tahqirlanmasin, hatto bosib yanchib qo'yilmasin, bir kun kelib o'z-o'zidan g'imirlab qolar ekan. Yo Rab, balki insonning inson sifatida yashab qolishiga ilk shart ham shu bo'lgandir. Ya'ni ushbu ehtiyojni qondirish hissi insonning umr guzaronligiga tabiiy undov, turtki bo'lib kelayotgandir. Gapning bizga, hikoyamizga tegishli tomoniga o'tsak, yoz kelib, To'polonsoy ayni cho'milish bob bo'lgan chog'larda bo'ri qoraning ishi ko'payib qoldi. Hali deng, falon mozorning atrofini kimdir savob bo'lar deb simtur bilan o'ratgan ekan. Demak, uni to'zdirish kerak. Qabriston qandoq bo'lsa, shundoq qolishi lozim. Ustida daydi ot, eshaklar o'tlab yurishibdimi? Yurishaversin. Qabrlarni o'lan bosib yotibdimi? Yotaversin. Axir murdalarni izzatlash ularning o'zini emas, balki ruhini eslash va ruhlarni shod etish hisoblanadiki, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Chunki bu hol bosh ruh va iloh hisoblanmish Alloh taologa ishonchini tug'diradi va yana kuchaytiradi. Hatto qandaydir yangi qabr tepasiga qadab qo'yilgan tug' bormi, agar marhum chorvador bo'lsa-yu, go'r tepasiga qo'chqor yoki alqor shoxi o'rnatib qo'yilgan bo'lsa, uni da olib tashlamoq lozim. Bu hollar ham allaqanday irim-sirimlarga ishonchni kuchaytiradi. Bu o'zbek degan xalq juda g'alati xalq ekanda. Aftidan to o'zi o'lib qirilib ketmaguncha urf-odatlardan u din va iymonidan ayri tushmas ekan. Bu holning isbotini bo'ri qora o'z qalbi tubida his etib turardi. Deylik, qabr ustidagi yalonni sug'urib olarkan, qo'llari titrar, rangi o'char, go'yoki go'rdan o'rmala chiqqan qandaydir qoqshol barmoqlar uning oyog'idan torta boshlagandek bo'lar va militsiya boshlig'i bu yerni darhol tark etardi. U irim-sirimga pancha orasidan qarardi. Ammo bunaqa paytda uni toptashga kuchi yetmay qolarkan kishining. Ana, chibor toychoqni begona ko'zlardan yashirish uchun qancha urindi. Ko'z tegib qolishidan qo'rqdi. Ilgarilari bunaqa qo'rquvni deyarli his etmagan edi. Qolaversa, o'sha toychoq tufayli rahmdillik ham jo bo'ldi uning ko'nglida. Tag'in hayvonga mehrini aytmaysizmi? Biroq, birodari aziz, sut bilan kirgan jon bilan chiqar deganlaridek, bo'ri qora aslan qo'pol, dag'al va shafqatsiz bo'lib qolaverdi. Qolib kelyapti ham. Ammo undagi bu kabi o'zgarishlarni ham alohida ta'kidlamay bo'lmas. Illo bular unga olam zavq hadya qildi va hadya qilib kelayotgan edi. Mana qarangki, bu shov-shuvli kampaniya boshlanib, uning ijrochilaridan biriga aylandi-yu, oqshomlari ham uyga kam keladigan bo'lib qoldi. Gap shundaki, kampaniya muvaffaqiyatli o'tishi va yaxshi samaralar berishi uchun respublika bo'ylab gastrolga chiqqan Toshkent musiqali teatrining Toshbolta oshiq asari To'polonsoy bo'yidagi tumanga ham yetib kelgan. Tuman markazidagi madaniyat uyining sahnasida har kuni 3 mahal namoyish etilar.
Bo'ri qora esa o'z shotirlari ila bu tomoshalarga ko'z quloq bo'lishi lozim edi. Ammo lekin tomosha talab el xo'p maza qilib ko'rardi o'sha spektaklni. Yayrab kulishar, chayqalib o'tirishar edi. Lekin odamlar unda tasvirlanayotgan, aniqrog'i ko'rsatilayotgan qandaydir masjidning yomonotliq etishlariga parvo qilmas, faqat Toshbolta rolini ijro etayotgan Soyib Xo'jayevni tomosha qilish uchun ham qayta kirishardi bu zalga. Keyinchalik artistlar qo'ngan mehmonxona farroshlari orqali shu gap tarqaldiki, nima deysiz, masjid qurilishiga qarshi turgan Toshbolta namozini kanda qilmay o'qir ekan. Otasiga rahmat. Ha, endi dinga qarshi kurashlar bo'laveradi-da. Spektaklga munosabat bobida Bo'ri qora oddiy tomoshabindan jilla farq qilmas edi. Xo'sh, Gijingtoy Chiborning ahvoli nechuk edi? Zabon edi deyish mumkin. Ya'ni ko'cha xandon, uy zindon degan gap ham uning holatini ifodalashi mumkin. Nosirboyning boriga shukr. Bo'ri qora uchun shunday ukali bo'lish ham bir omad ekan. Axir uka degani akaning gapiga qarshi borish ham mumkin-ku. Yo'q. Nosirda bunday odatlari yo'q. Bo'ri qora rahmatli otalar o'rnida ota bo'lib qolgan. Illo rahmatli Qoraboy aka shunday vasiyat qilgan edi Nosir kenjaga. Ota vasiyatini quloqqa olgan Nosir akasining gapini yerda qoldirish u yoqda tursin, yerga tushirmasdan ijro etar edi. Inchunun akasi davlatning jiddiy ishlari ila mashg'ul bo'lib ketgach, toychoq tarbiyasini deyarli qo'liga olgan edi. Xo'sh, Chiborni to'polonda cho'miltirgan ham Nosir bo'ldi. Uni har kun emasada kun ora sohildagi yaylovda choptirish ham uning bo'yniga tushgan edi. Tag'in deng, Nosirboy ish yumush jo'nidan ferma mudirining muovini sifatida yilqichilar huzuriga yo'l olar ekan, ana bu malla jironni minib olgach, Chiborni ham yetaklab jo'nardi. Ya'ni toychoqni otga matab qo'yardiki, ot chopsa toy ham chopar, to'xtasa to'xtar edi. Bamisoli Lo'luvachchaning 2 g'ildirakli aravasiga matalgan bo'lg'usi chubur, ya'niki yetim toychoqning o'zi edi. Ammo undan farqli o'laroq buning yemishi ham, suvi ham, parvarishi ham batamom bo'lakcha edi. Qisqasi, Chibor toychoq o'sishda, atrof muhitni ko'rishda, ayg'irlar jangini tomosha qilishda va yosh toychoqlar bilan do'stlashish va talashishda o'ziga xos kamol topmoqda. Biroq uyga qaytib kelib, qo'rasiga kirgach, yemdan qolar edi. Suv ham ichmas, cho'zilib yotar va uy tomonga mo'ltirab, kalta kishnar edi. Ba'zan tun yarimlarida Bo'ri qoraning qadam tovushi eshitilishi zamon Chibor sapchib turib ketar, titrab kishnar, o'ynoqlar, egasi yetib kelgach, tavbalar qilasan kishi. Bu qo'pol dag'al odamning pinjiga boshini suqib suykalanar, uni otasi yoki onasi kabi bilishiga da shubha yo'q edi. Ammo Bo'ri qora uning uchun ota-onadan ham yuksakroq bir pushtu panoh, bir kuch, bir ohangrabo edi. Bo'ri qora endilikda Chiborning Nosir polvonga yoki Umar Saisga o'rganib qolishidan jilla xavotir olmas, otidan ko'ngli to'q edi. Shu bois ularga ishonib qo'ygan qolaversa, Bo'ri qora irim-sirimga qarshi kurashayotgani uchunmi, toychoqning ko'zikib qolishi mumkinligini yodidan chiqargan. Shu sababli kuppa kunduz kunlari ham uyga hordiq chiqargani kelganida, tamaddini qo'ra qoshidagi kresloda o'tirib, yeb ichib olgach, Chiborni yetaklab ko'chaga chiqar va bemalol to'polon bo'ylarigacha olib borib kelardi. Endi u 2 yoshga kira boshlagan toyi donani bilan faxrlanar ham edi va hatto uni odamlarga ko'z qilishdan ham o'zini tiya olmas edi. Bu ortiqcha va befoyda dahmazalar, ya'ni din va urf odatlarga qarshi kurash kampaniyasi tezroq poyoniga yetib, go'yoki bosti bo'lib ketishini hargiz kutayotgani kabi, Chibor Gijingtoyning ham tezroq kattarishini, tezroq uni mingi qilishini orzular edi. Ha, ot deganini minmaguningcha otmikan u. Ana bu Toshbolta oshiq tomoshasidagi qalbaki sahnaviy daraxtlarga o'xshash bir narsa, soxta bir surat bo'lib qolaveradi.
buning beliga minib va albatta yo'rg'asini chiqarib tuman markazidan o'tishi uning eng oliy taxtga minishi bilan barobar bo'lib tuyulardi. Axir odamlar tomosha qilishni orzu etishgan otni u minib yuribdi. Siz adib Shukur Xolmirzayevning Ot yili qissasining 4-qismini tingladingiz. Badiiy rahbar Mavluda Raupova, rejissyor Alisher Amirov, ovoz operatori Gulnoza Odilova. Matnlarni Boir Xolmirzayev o'qidi.